Leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Bu endi tünükün teyyarlığa leksiyelerim, vatandaşlarım bunu sizlerge anlatışım gerek. Mavzu mundaq. Bugün çizgiler 2021 yıl 6. ayının 9. günü. Mavzu mundaq. Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq görsetdi. Juqumluq virusning kelish manbaini uzil-kesil tekshirib, Jungoning mas'uliyatini surishti qilishimiz kerak deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6. ayning 7. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Antony Blinken qaytlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari yuqumli virusning manbaini uzil-kesil tekshirishni qaror qildi va Jungoning mas'uliyatini surishti qilishni qaror qildi deb ko'rsatdi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken 6. ayning 6. günü Axios axborot to'rining ziyoratini qabul qilganda yuqoridagi fikr bayon qildi. Yuqumli virus portlagandan beri yuqumli virusning boshlanish manbai to'g'risidagi talash-tortishlar bir kunga to'xtamadi. Yuqumli virusning Wuhanda tajribaxonadan chiqib ketganligi so'zlar hozirgacha davomlashdi. Balki Jungo hukumatining yuqumli virusning ahvolini dastlabki chog'da yoshirganligi dunyoda gumon qo'zg'adi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken ziyorat qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Yuqumli virusning kelish manbai uzil-kesil tekshirilishi kerak. Bundaq tekshirish maqsadimiz kalligisi yana virus opti yuz berishning oldini olishdan iborat. Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Jungo bizga bu masalada oshkorligini ko'rsatmadi. Xalqaro tekshiruvchilarga o'ng'aylik yaratib bermadi va yetardek hushyor paktlar bilan vaqtida ta'minlamadi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Bu cho'qim qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Balki bizning mundaq qilishimiz tagi-tagidan aytganda Jungoning manfaatiga ham foydalidir. Prezident Joe Biden Amerika istihbarat organlarining yuqumli virusning kelish manbaini tekshirishda hassalab tirishchanlik ko'rsatishini 90 kun ichida prezidentga bu to'g'rida doklad berishni talab qilgan edi. Bayonot e'lon qilib, esingizda bor hurmatli vatandosh, 5. ayning 26. kuni. Shu vaqtda Ford Campbell degan edi, Osiyo ishlariga mas'ul amaldori Aqsaroyning Jungo bilan uchrashadigan davrimiz yoki asosiyati uni buni suhbatlashadigan davrimiz desak bo'ladi, oxirlashdi degan edi.